Assalomu alaykum qo'riqting bo'llari. Sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Mana bugun kuchli shamolga og'ir ovqat qilmayapmiz, yengil ovqat qilyapmiz. Buning nomi birinjova. Bu yalpizli birinjova. Juda ham tabiiy, shifobaxsh. Mana shunday birinjova. Buni ichsangiz mazza qilib yotasiz. Mana pomidorli va yalpizli birinjova. Qatiqlar bilan yesangiz bas. Mana tutlarimizni ham soya qilib olganmiz. Egiltirib. Gullarimiz ham ochilibdi. Yaqinda zardoli pishadi. Xayr azizlarim, sog' salomat bo'ling.